Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz va hurmatli xaridorlarimiz. Mana bugun Jak zavotidan sizlarga Jak M3 va Jak M4 va Sandrilarni va undan tashqari Jak boshqa modellarni chiroyli obzorlarini qilib beraman. Xudo xohlasa umarım video ma'qul kelsa, like, kommentariy yozish esdan chiqmasin va Behruz kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Qo'ldan kelgancha poddesh qilib turinglar. Hozir videoni boshlaymiz. Avvalambor hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Hozir men Promo Jakka zavodiga keldim. Hozir bet o'zimiz O'zbekistonda zavodi qurilyapti. Bundan keyin motor deysizlarmi, zapchastlari deysizlarmi, Xitoydan emas, Promo shu zavodda o'zidan chiqadi. Xo'p. Ko'rib turibsizlar, Jak Sandrilarimiz uni yonida tez yordamga va Jak M3 ham tez yordamga hozir berishyapti. Ko'rib turganingizdek. Hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Men qo'limdan kelgancha sizlarga obzorlarni qilib berishga harakat qilaman. Ko'rib turganingizdek, Jak Sandrilarimiz oldin 21 talik bo'lgan, hozirda 16 talik bo'lib O'zbekiston tomonidan olib kirilyapti. Bundan keyin ham shu O'zbekiston dahol davlat tomonidan bu mashinamiz shu yerda o'zida ishlab chiqariladi. O'zi sekin yo'lga qo'yishni boshladi. Xo'p, terib qo'yishgan ko'rib turibsizlar, Jak Sandrini tez yordamga berishyapti. Nega? Chunki bular sinovdan o'tgan mashina. Bular sinovdan o'tganligi uchun bemalol bu mashinamizni o'zimizga davlat tez yordamlariga ham berishyapti. Mana ko'rib turibsizlar, Jak M3 ham xuddi shu holda qo'yib qo'yilgan tez yordamga tayyor qilib. Xo'p, Sandrilarimizni bitta ko'rsatib chiqaman sizlarga. Xo'p, hozirda buni qanday olib chiqib ketmoqchi bo'lasizlar, uni ham bitta tushuntirib o'taman. Hozirda bular 21 talik yoki 18 talik bo'lardi. Hozirda bular 16 talik bo'lib chiqazilyapti. Ko'rib turibsizlar, oldiga ham 2 kishi bemalol o'tiradi va shofer bilan 3 kishi. O'zini zavodskiy monitorlari, ko'rib turganingizdek, konditsionerlar bor. Bundan tashqari rollarimizga dinamik monitor bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Buni ko'pchilik biladi. Turbina motor bo'ladi. Mana orqasida o'zining televizorlari ham bor. Xo'p, ochganingizda bilasizlar, xuddi o'sha zinlari ham chiqadi. Xuddi o'sha Jak Sandri, faqat o'rindiq sonida ozgina qisqartirish bo'lgan. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'rib turibsizlar. Hozirda o'zimning Nux'dagi mijozlarim ham hatto to'loq qilib qo'ygan. Bular to'loq qilingandan keyin ozgina vaqtdan keyin chiqadi. Ya'ni u kim sirazi to'loq qiling, sirazi chiqazib beraman deganlar bo'lsa ishonmanglar. Ko'rib turibsizlar, orqadagi sidinani olib tashalgan. Mana, xo'p, shuni hisoblaganimizda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ta, 12 13 ta bo'lyaptimi? 13 14 15 ta. Shofer bilan 16 ta bo'lyapti. O'sha Jak Sandri. Bilasizlar, bunda konditsionerlar bor, zavodskiy o'zining orqa tomonlarida ham yo'lovchi uchun polni monitorlar ham qo'yilgan, ichlari keng, katta. Xohlasanglar buni furgonlari bor, undan ham ko'rsatib o'taman. Bu mashinamiz 403 million 200 hozirda narxi. Keyin buni avtokredit qilaman deganlar ham bemalol avtokredit qilib olsanglar ham bo'ladi bu mashinani. Men bor narsani aytaman. Hozirda to'loq qilinib kutilyapti, mana qo'shbalon. Lekin ko'rib turibsizlar, ichkarida bor, tayyor turibdi. Lekin ozgina vaqt o'tkazib keyin berishyapti. Chunki rastamoshka qilingandan keyin mana topshirishayotgan bo'lsa kerak mana. Bu yoqda zavodda o'zi qurilyapti. Hatto bizga ham u yoqqa kirish hozirda ruxsat bo'lmayapti. Chunki oldin videolarimizni bemalol naryoqlarni ham ko'rsatardik. Hozir obrazingizga mana chiqazib qo'yishgan o'zlari tayyor qilib. Xo'p, ko'rib turibsizlar, zadniy kameralari bor. Qo'shbalon Jak Sandrilarimiz. Buni ko'pchilik motorini, otishlarni hamma yaxshi biladi. Olaman deganlarga, ya'ni aloqaga chiqsanglar 90lik 069 20 20 yoki 90lik 988 71 00 shu nomerda bo'laman mana. Har bitta yo'lovchining yonida zaryadlovchi jihozlar ham bor. Xo'p, hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Jak Sandrini ko'rsatdim. Mana tez yordamga tayyor qilinib qo'yilganlari ham. Buni ham bitta ko'rsatib chiqqanlar. Xohlasanglar mana tez yordamga ham ishlab chiqazilyapti. Faqat bu quplog'iga Jak M3'miz tak ochiq ekan mana. Jak M3'miz korpusli tez yordamga. Tez yordamga qayta jihoz qilinganmikin yoki furgon variantimikin desam, menimcha qayta jihoz qilingan bo'lsa kerak. Xo'p, Jak M3'mizni ko'rib turibsizlar, mana. Jak 9 mestali Jak M3'miz. Ko'rib turibsizlar, zadniy kameralari ham bor orqasida. B kategoriyadan bemalol xaridlar bo'ladi. Buni arzonrog'i ham bor edi. 201 million 600 degan, lekin undan yo'q hozir. Unda farqi
diskasida zadniy kamera bo'lmasdi, monitori bo'lmasdi. Hozir bo'ladi. O'sha eng oxirgi plyusi 215 million 460 ming so'm. Jack M3 9 mestali B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi mana. Korpusi. Men bor narsani aytaman. Olsanglar ham, olmasanglar ham avvalambor hammaga yaxshi kunga nasib qilsin. Kimdir 201 million 600 dan qilib beraman desa, hozirda shu paytda yo'q ekan. Zavoddan turib obzor qilib beryaptim. Borni ko'rgan narsamni aytyaptim. Korpusning o'rnida soni orqada 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, 7 ta, 8 ta shoper bilan 9 ta bo'ladi. Korpuslar. Hop, mana. Tomondan ko'rsatay, ichki sonlari. Zavodskiy monitor, konditsionerlar bilasizlar, как положено ishlaydi. 1.8 atmosferniy motor, sepli bo'ladi bu. 134 ot kuchiga ega. Rullarimiz gidravlik rul. Jack M3larni ko'pchilik biladi. Bularni sinovdan o'tgan mashinalar. Tak. Mana bu motorlarni to'g'ridan Bundan tashqari boshqa odamlar ham YouTube'ga olishga harakat qilyapti. Xo'p, bunga nima qo'shib berilyapti desanglar, ko'rsin tumangasi yo'q, o'zingizlar bitta 150 mingga tumanga olsanglar bo'ladi. 50 ming so'm qo'yish bilan 200 ming so'mga aylanadi sizlarga. Xo'p, metan propan o'rnataman desanglar ham bemalol o'rnatsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kimdir shu mashinani olib qayerdan metan yoki propan o'rnatib deb yurganlar bo'lsa, garantiyali qilib o'rnatib bergan servislar bor. Aloqaga chiqinglar, u tomonlama yordamchi bo'lishi mumkin. Xo'p, unga qo'shib berilyapti, chexol bilan polik qo'shib berilyapti. Ya'ni polni 9 ta odamga chexol qo'shib berilyapti. Xohlaylar, polig ham qo'shib berilyapti. Adashmasam yo chexol olasizlar, yo poligini olsanglar bo'ladi. Korpusi Jack M3 215 million 460 ming so'm. Hozirda nalichida bor. Bunga to'lov qilsanglar 1 kun 2 kunda chiqyapti. Lekin Jacksonlarimiz uzog'i hozir to'lov qilaman desanglar, dekabr oyigacha menimcha yetkazib berilsa kerak, topshirilsa kerak. Uni ham boshida aytib qo'y, ya'ni 1 kunda chiqazib beraman, keraklar aka deganlarga qilmaylar, chiqazib bersa biz ham chiqazib bergan bo'lardik. Endi men bor narsani aytaman, odamlarni aldab sarson qilgim kelmaydi hech qachon. Xo'p, furgonligimiz turibdi, ko'rib turibsizlar. Tayyor yuk bilan yuraman deganlarga bilasizlar, Jack M3ligi hozir orqa sidenani olib tashlab turib, yuk ortishga ruxsat berishmayapti. Shuning uchun tayyor mana o'zini kalpakli balonda furgonli. Bemalol furgonli. Ko'rib turibsizlar ichlarini ham. Yuk ortaman desanglar, misol uchun shahar ichiga dastlabkilar bo'ladigan bo'lsa, shu mashinani olsanglar bo'ladi. Firmalarga ham bemalol tavsiya qilaman, chunki motorlari sinovdan o'tgan motor, ham metan propan bemalol tushadi, ham gayi ham hech narsa demaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Bunda farqi, narxi ham arzonroq chiqadi buni ham. 199 million 920 ming so'm, shunaqa 200 millionga yaqin narxi. Mana ko'rib turibsizlar, 1.8 atmosferniy motor bu ham. Jack M3 bir xil narsa, faqat monitori yo'q, ham yukni tashashli uchun bo'lgani uchun yumshoqroq bo'ladi diskadan ko'ra kalpakda. Xo'p, orqasini ham ko'rsatay. Bunga qiladigan narsalar, bunda ham partronik signalizatsiyalar bor. Bunga chiroyli qilib bitta kamera o'rnatib olasizlar va ishinglarni bosaverasizlar shahar ichida bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Ichiga ham polni yuklarni bossanglar bo'ladi. Jirona qiladigan bo'lsa, shu yerlarni bir displey bilan qoplab yuborsanglar ham bo'ladi. Navoda urilmasin desanglar, o'zini niqasi bor mana. Polik tashlash ham kerak yo'q. Chiroyli qilib ishlatsanglar bo'ladi. Gideti bir 3 metrlar chiqib qoladi uzunligi. 3 metrlar chiqib qoladi. Chunki umumiy uzunligi 4 metrdan ozgina oshiqroq menimcha. Xo'p. Jack M3imizni ko'rsatib chiqyaptim sizlarga. Bundan tashqari sandrilarimizni ham ko'rsatdim. Hozir zavodda bizda hozir masirga Jack M4 ham bitta obzorini qilib beraman. Undan tashqari Jackda mana yangi modellar kirib kelgan. Xo'p, Kia Carnival'lar o'rniga, misol uchun pikaplar kirib kelgan, T8lar. Xo'p, Jack M4 bu mashinamizni ko'pchilik 10 bittalikni xohlaydi, lekin hozirda 10 bittalik chiqadi yo'q, O'zbekistonda yo'q. O'shaning uchun bu 10 bittalik qilsanglar bo'ladi, olsanglar bo'ladi deganlarga ishonmanglar, 10 bittaligi yo'q. Ko'rib turibsizlar, zavodskiy kameralari bor. Partronik signalizatsiya bilan joylashgan. 9 mestali B kategoriya bilan bemalol haydaysiz bo'ladi. Bu Jack M4 2 atmosferniy motor bo'ladi. Orqa tomonlarda konditsionerlari ham bor. Buni ichi ancha keng, narxidan farq bo'ladi. Endi Jack M3 ga o'xshab taqalmagan. Jack M3 bilasizlar, buni orqa tomonida ham bagaji bor. Shu tomonlari ham plus. Endi sani o'zingga qaysi biri yoqadi deganlarga menga M3 yoqadi, to'g'risini aytsam. Mana 2 atmosferniy motor, remen bo'ladi. Korpusida gidravlik rol, multirol bo'ladi bu. Monitorlari zavodskiy bor.
mexanika. Jak M4'imiz. Ko'rib turibsizlar. Video menimcha qiziq bo'lgan bo'lsa kerak. Iloj bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib, undan keyin poddeshga qilib turinglar. Bu Jak M4'imiz. Buni ham avtokredit qilib bemalol qayta qilsanglar bo'ladi. Buni hali modelini bilmayman, lekin bu ham Jak yangi variant bu. Ko'rib turibsizlar, mana yana bitta Jak bu ham RF8 ekan. RF8 ekan. Bu menimcha bu 7 mestalikni bo'lsa kerak menimcha. Kiyi karnavallarning o'rniga menga hammasidan yoqqani T9 turishini qaranglar. Juda boshqacha narsa ekan borku. Zo'r ekan. Hammaga yaxshi kunga nasib qilsin. Bularning narxlarini ham aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa aytib o'taman. Menimcha bular vashsha boshqacha ekan haqiqatdan. Bu T8, bu ham bu T9 ekan. T9 umuman boshqacha ekan. Gabaritini qaranglar, kattaligini buni. Xo'p, bularni ham bu mashinamizni ham alohida video qilaman, chunki buni ham ish qog'ozlari juda ko'p. Chunki men tanigan bir ikkita akalarimiz bor, ovchi akalarimiz. Ular chunki juda qiziqadi. Undan tashqari tog' yo'llariga juda zo'r bo'ladi. Chunki men balon tashiyotgan mijozlarimga ham qilib berganman o'sha katta firmalarga. Xo'p, firmalar ko'rayotgan bo'lsa, shu mashinadan kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Bemalol naqdli avtokredit qilib olsanglar bo'ladi. Nalichida ko'rib turibsizlar, tayyor. Cho'tga qilib ishlanibdi. Haqiqatan havasim keldi o'zimga ham. Buni bora alohida bitta obzorini qilaman. Voy, eng zo'ri bu avtomat ekan bor-ku. Buni alohida bitta video qilmasam bo'lmaydi. Vashcha boshqacha ekan bu. Mashallah, hammamizga yaxshi yo'liga nasib qilsin. Hammaga yaxshi yo'liga nasib qilsin. Vashcha boshqacha ekan bu. Xudo xolisa. Inshaalloh Alloh bizga ham nasib qilsa, Xudo beraman hech narsa emas u. Bu ham zo'r ekan. Keyin karnaval o'rniga nima deydi bular? Bularning har bittasini bitta alohida video qilish kerak menimcha. To'g'rimi? Orqaga 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7 talik. Klass. Like'larni bosinglar. Shunaqa mashina niyat qilganlar bo'lsa, like, kommentariy bosib, podpiska bosishdan chiqmasin. Voy, shishaligini, vashsha zo'r ekan bola. Havasim keldi. Xudo xolisa bizga ham Alloh shunday mashinalar nasib qilsin. Xudo xolisa oilamizni olib, aylantirib, yetbetligi borganda olib borishlar. Tortchalar o'zi yopilib, o'zi ochilib, o'zi tortuvlarga eshiklarni. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz, video yoqqan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Hammalarga shunday yangi mashina, pul topar mashinalar, xudo xolisa yaxshi kunlarga nasib qilsin. Video yoqqan bo'lsa, bexuz o'ziga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Like, kommentariy yozinglar. Lekin haqiqatan men shu pikapni, shu 7 mestalikni alohida bir videolarini chiqazaman. Xudo xolisa chiroyli qilib olishga harakat qilaman. Xo'p, bu mashinamizga ko'rib turibsizlar, polik chexol qo'shib berilyapti. Hammaga yaxshi kunga nasib qilsin. Video yoqqan bo'lsa, like, kommentariy esdan chiqmasin. Turibdi, hozir men Pramo Zotuzda sizlarga bu videoni qilib beryaptim. Mana. Pramo Jak Zotidan bo'lyapti sizlarga bu video. Mana Jak M3 M4 sanringlar. Oxiri ko'rinmaydi. Katta zavod. Eng oxirgi ma'lumotlarni sizlarga berib o'tdim. Hech qanaqa bir yolg'on yo'q, hech qanaqa oldi-qochdi gap yo'q. Bor narsani sizlarga shu narsa bor yoki shu narsa yo'q deb tushuntirib berishga harakat qilyaptim. O'zim ham bu Jakda sotuvchi bo'lib ishlayman, ya'ni menejerman. Bemalol xizmatli bo'lsa 90 069 20 20 90 988 71 00 ga chiqinglar. Xizmatlarini chiroyli qilib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa, poddeshga qilib, podpiska bosib, like, kommentariy yozishdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.